Bu kasallikda davolab bo'lmaydi degan fikr yuritadiganlar soni ham oshib bormoqda. Jarayonni ko'rib turibmiz. Barcha sohasida sochlarimiz juda ham yaxshi holatda. Ya'ni hozir biroz sochi o'xshab ko'ringan sohalarda yaqinroq ishga harakat qilamiz. Oq tuklar juda ham soni ko'p. O'shaning hisobiga hali qoraymagan soqollarni ham ma'lumot o'rnida ko'rsatib o'tib ketamiz. Kelgan vaqtda soqollar ham yo'q edi. Jarayon juda ham yaxshi. Mo'ylovlar endi chiqish bosqichida ko'rib turibmiz. Uchraydigan savollarda universal soch to'kilishi, ya'ni universal alopecia kasalligi qancha vaqtda yaxshi bo'ladi savol juda ham ko'p berilgan. Ushbu savollarga javob tariqasida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Ushbu akamiz boshlaganiga ko'p bo'lmadi. Masalan, yillar, kimgadir 3 yil kerak, kimgadir 5 yil kerak. Hozirgi holatini ko'rishingiz mumkin. Deyarli hamma joydan sochlar chiqib bo'lgan, ya'ni ko'rinmayotgan joylarda ham chiqish jarayonida davom etmoqda, juda ham yaxshi holatda. Qoshlar, kipriklar, soqollar kelgan vaqtda sochlarda umuman to'kilish butkul to'kilib bo'lgan edi, ya'ni umuman tanasida tuklar ham bo'lmagan holatda edi. Hozirgi holatini ko'rishingiz mumkin. Juda ham yaxshi holatda. Ya'ni deyarli 90% soch, qosh, kiprik, tanadagi tuklar chiqish bosqichida, 10% joyida hali jarayon davom etmoqda. Ya'ni endi hozirgi videoda ko'rinmasligi mumkin. Apparat yordamida ko'rganimizda barcha sohalarda chiqish jarayoni davom etmoqda. Bizni topib olishingizga nima sabab bo'lgan? Qanday topgansiz? Birinchi savol. Shu sizning ijtimoiy tarmoq orqali topib o'sha qo'yilgan videolarni ko'rib, shularga ishonib keldim. Mana hozir sizlarda boshlaganimga 4 oy bo'ldi. 4 oyda shu natija xolos. Mana shu jarayon boshlanishidan oldingi fikringiz qanaqa bo'lgan? Hozirgi fikringiz qanaqa? Oldingi fikrim endi men to'kilganini ko'rib, umuman chiqmasa kerak bo'lgan. Shunaqa fikr bo'lgan. Shunaqa fikr bo'lgan. Lekin mana o'zi 4-oy bo'ldi, xudo xolasa yaxshi natijalar zo'r. Mana joyda oq chiqib o'zi qorayishni boshladi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. To'kilgan sohalardan birinchi o'rinda oq bo'lib chiqadi tuklar. Keyinchalik sochmi, qoshmi, kiprikmi keyinchalik qorayadi. Hozir ko'rib turishingiz mumkin. Soqol sohasi ko'rinadi, ko'rinmaydi. Jarayon hozir, ya'ni soqollari oq holatda, bu keyinchalik qorayib ketadi. Ozgina vaqt kerak. Biroz to'kilish holatlari bo'lishi mumkin, ya'ni ko'payish holatlari bo'lishi mumkin. Bu holatda berilgan tavsiyalar buzilgan holatda yana qaytadan to'kilish bosqichiga o'tib qolishi mumkin. Shunaqa holat bo'lmasligi uchun shifokor bilan albatta doimiy muloqotda bo'lib turish tavsiya qilinadi. Sizda birinchi boshlanishida qanaqa to'kilish bo'lgan? Shu tangadagi o'choq yumaloq bo'lib, to'kilib boshlagan. O'choqli. Nimaga bunaqa e'tiborsizlik bilan yurgansiz, ya'ni e'tibor bermagansiz? Yo'q, bu narsa tangadagi bo'lib boshlangan. Men o'zimizda dermatolog bilan ko'rishganman, dorilarni yozishgan. Shu ichib turgan jarayonda birdaniga hammasi to'kilib ketdi. Jarayon yana tezlashib ketdi. Tezlashib ketib qolgan. Necha marta lichena olgansiz bizga kelguncha? 4 marta. 4 marta. 4 oy lichena. 4 oy lichena olgansiz. 4 oy ichida o'sha polni vitamin hammasini olgansiz. Shu o'zgarish bilmadim-da. Keyin bo'tga keldi. Bizda masalan boshlaganingizdan qancha vaqtda chiqish jarayoniga o'tdi? 2 oyga bormadi-da. 2 oyga borganingizdan ikkinchi kurs lichenamdan chiqishni boshladi. To'kilgani, butkul to'kilib bo'lgani bilan bizga kelguncha vaqt orasida qancha vaqt o'tgan? 2 oydan oshib o'tganda. Butkul to'kilib bo'lganiga 2 oy bo'lgan. O'sha tangadagi bo'lib to'kilganda o'zi kurni boshlaganman. 2 oy qilgandan keyin 2 oydan keyin jadallab to'kilib ketib qoldi. Keyin yana 1-2 oy dori-darmon ichib turaverganman, o'zgarish bo'lmagandan keyin sizlarga murojaat qildim. Yana shuni ma'lumot o'rnida qo'shimcha qilib o'tib ketamiz. To'kilish, ya'ni butkul to'kilib bo'lgandan keyin yoki umuman to'kilish jarayoni boshlangandan keyin murojaat qiladigan vaqt qancha ko'p bo'lsa, chiqish jarayoni shuncha kech bo'ladi. Tez murojaat qilsa, shuncha tez chiqadi. Ya'ni hozir aytib o'tdim, masalan 2 oydan nari beri to'kilib bo'lgandan keyin murojaat qilganman. Jarayon hozir ko'rib turibmiz. Umuman to'kilish boshlanganda hozir chiqib bo'lgan jarayonga 1 yil vaqt ketdi. Shunaqa holatlarimiz bor. 1 yil, 2 yil, boriki 5 yil davomida
orqasidan yuraveradi yoki bizga kelguncha bo'lgan vaqt shuncha vaqt bo'lib ketadi. Ya'ni 2 oydan keyin, 3 oydan keyin natija xohlab qoladi. Bu holat biroz qiyinroq. Qancha murojaat qiladigan vaqt tez bo'lsa, chiqish jarayoni shuncha tez bo'ladi. Bunga albatta urg'u berib gapirishimga sabab kech murojaat qiladiganlar soni juda ham ko'payib ketdi. Bu kasallikda davolab bo'lmaydi degan fikr yuritadiganlar soni ham oshib bormoqda. Yana kuzatishga davom etdik, keyingi natijalar haqida ham qo'yib boramiz.